O'zbekistonda so'nggi yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Bu islohotlar markazida 9600 dan ortiq nodavlat notijorat tashkiloti, ularda mehnat qilayotgan 70 mingdan ziyod mutaxassis hamda ularga yaratilgan keng imkoniyatlar turibdi. Avvalo, mamlakatimizda amalga oshirilgan muhim o'zgarishlardan biri Konstitutsiyaga fuqarolik jamiyati institutlari haqida alohida bob kiritilishi bo'ldi. Bu nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat siyosatini shakllantirishda to'liq huquqiy asosga ega ekanligini anglatadi. Shu asosda O'zbekiston 2030 strategiyasida davlat boshqaruvini xalq xizmatiga yo'naltirish va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. O'tgan davrda nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida moliyaviy imkoniyatlar keskin kengaytirildi. Prezidentning maxsus farmoniga ko'ra davlat organlariga nodavlat notijorat tashkilotlarining ijtimoiy loyihalarini bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravarigacha tanlovsiz moliyalashtirish huquqi berildi. Tashqi manbalardan grant va moliyaviy yordam olish tartibi ham anchayin yengillashtirildi. Murojaatlarni ko'rib chiqish muddati 40 kundan 15 kungacha qisqartirildi. Bundan tashqari adliya organi bilan kelishmasdan olinadigan mablag' miqdori 5 baravarga oshirildi. Endilikda ular tomonidan yil davomida bazaviy hisoblashning 100 baravari miqdorida mablag'larni ro'yxatdan o'tkazuvchining roziligini olmasdan uni xabardor qilgan holda olish mumkin. Natijada 2023, 2024, 2025 yillarning birinchi yarmida nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan xorijiy manbalardan 120 million dollardan ortiq mablag' va mol-mulklar jalb qilindi. Davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi ham soddalashtirildi. Nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatga olish muddati 2 oydan 1 oyga, qayta ro'yxatdan o'tkazish muddati 1 oydan 15 kungacha qisqartirildi. Nogironligi bor shaxslar, faxriylar, xotin-qizlar va bolalar jamoat birlashmalarini ro'yxatdan o'tkazish bojlari esa 2 baravarga kamaytirildi. Eng katta o'zgarishlardan biri davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi bo'ldi. 2019-yilda e-ngo.uz elektron tizimi ishga tushirilgandan beri jami 99 mingdan ortiq xizmat raqamli platforma orqali ko'rsatildi. Elektron tizim soliq, statistika, bandlik, markaziy bank va my.gov.uz tizimlari bilan to'liq integratsiya qilindi. Bu hujjat aylanmasini 80% gacha kamaytirdi va byurokratiyani keskin qisqartirdi. Shuningdek, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va uning qo'mitalari majlislarida nodavlat notijorat tashkilotlari vakili, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi raisi ishtirok etishi joriy etildi. Quvonarlisi, fuqarolik jamiyati institutlari islohotlarning eng yaqin hamkoriga aylanib, har yili qabul qilinadigan davlat dasturlarining 350 ta bandini ijrosida nodavlat notijorat tashkilotlari bevosita ishtirok etmoqda. Shuningdek, davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari raislari fuqarolik jamiyati institutlari vakillari orasidan tasdiqlanishi belgilandi. Bundan tashqari, joriy yilning 21-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilinishi munosabati bilan nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi bir qator qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endilikda nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga noqonuniy aralashgan mansabdorlarga ma'muriy javobgarlik belgilandi. Jamoatchilik nazorati natijalarini ko'rib chiqmaslik uchun javobgarlik kuchaytirildi. Nodavlat notijorat tashkilotlari tadbirlari uchun ruxsatnoma talabi bekor qilinib, faqat xabarnoma tartibi joriy etildi. Nodavlat notijorat tashkilotlari uchun yaratilgan eng muhim sharoitlardan yana biri viloyat markazlarida nodavlat notijorat tashkilotlari uylarining tashkil etilganligi bo'ldi. NNT uylarining 13 tasi yangicha formatda modernizatsiya qilinib, ular negizida axborot resurs markazlari ham tashkil etildi. Nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati va salohiyatini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida 2021-2025 yillar davomida 750 nafar nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlarining malakasi oshirildi.